O'zbekiston bo'yicha eng zo'r pechat shtampovka original varianti shu bo'ladi. Vodiyga bo'ladigan bo'lsa 1 kvadrat metrni 600 ming so'mdan beraveramiz. Yo'g'i? 600 mingdan beramiz. Hop, teflonka darvoza orqamdagi ikkalasi ham bir xil narxda bo'ladi. Ko'pchilik aldanib qolishyapti. Nima uchun aldanib qolishyapti degan savolga biz javob beramiz. Sexlarni birdaniga boshidan oxirigacha olishimiz ham mumkin edi. Tayyor bo'lgan darvozalarimizni mana bunday upakovka qilib jo'natamiz. Uzog'i bir haftaning ichida, xudo xolasa, tayyor bo'lyapti. Surxondaryoga 5 ta darvozamiz bor, jo'natamiz. Aziz obunachilar, hozir albatta Namangandamiz, ya'ni Namangandagi sexga kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga zo'r darvozalar ko'rsatamiz. Mana bu darvozalarimiz Surxondaryoga ketib turgan darvozalarimizdan biri. Pachka bu mana где-то bir 8 tacha kelyapti. Bitta ob'yomda aka. Ha, xudo xolasa. Mana darvozalarimiz Vohan darvozalari hozir. Bular ha, mana shu taraf polniy. Mana shu etapda hozir ishchilarimiz faqat Vohanikini ishlashyapti, chunki bitta ketganda hozir 7-8 ta Vohaga darvoza chiqaramiz. Reflonka darvoza bor, pechat shtampovka bor. Eng qizig'i aka, orada bittasi esdan chiqib qoldi. Ha, Surxondaryo bitta darvoza tayyorlamoqchi bo'lgan darvozamiz bor edi. Aha. Egalari ham telefon qilishmadi, biz ham uje ayoldan ko'tarilib qolib, ichga surigi cho'zilib qoldi. Xudo xolasa mana shu etapda chiqaramiz uni ham. Yetib boradi, ha? Gapi yo'q. Mana bu qayerga ketyapti? Bu ham Surxondaryoga? Surxondaryoga ketyapti bu darvozamiz. Xudo xolasa cho'rnovoy holati bitdi. Hop, kraskani qilamiz. Xudo 10 kun ichida chiqaramiz. Ha. Mana bu adnalichkali darvozamiz o'zimiz Farg'onaga ketyapti. Farg'ona Rishton Oqyerga, xudo xolasa. Chechen pason. Buchi bu mana bu aka. Endi mana bu turetskiy pasonimiz bor. Aha. O'tgan safariga videoyimizdan ko'rib hamyurtlarimiz zakaz berishdi. Eng qizig'i bu darvozani oldi orqasi bir xil. Ha. Shumkami bu? Ha, shumkali 3 qavat. 3 qavatli darvoza bo'lgan, oldi orqasi bir xil. Naryadagi 2 qavat u-da? Ha, oldi qanday ko'rinish bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa orqa tarafi ham bir xil. Aka, chesni, nech puldan oldingiz buni? To'g'risini ayting obunachilarga. Buni 1 million 750 ming so'mdan. 1 million 750 ming so'mdan oldi ham, orqasi ham mana shu pasonda bo'ladi. Xudo xolasa bitsa ko'rsatamiz buni. Xudo xolasa ko'rsatamiz. Endi mana bu joyda afsona pason. Mana afsona pason so'raganlarga. Endi videoni boshida sexni ko'rsatishdan maqsad o'zimiz ustamiz, olib sotar emasmiz. Hamma narsa xudo xolasa darvozaga ishlatiladigan material 70% o'zimizdan chiqadi. Hop, afsona pason mana. Birinchi qavatlari bitdi, endi ikkinchi qavatlariga harakat. Ha, bo'lagan aka, jimjit bo'ldi. Albatta kesak bo'lagan, taqir to'xtatib tur, kesmay tur degan narsa bo'lmaydi. Toshkentga ketyapti darvoza. Samarqand pasonda original varianti, xudo xolasa qanotlari bitdi, adnalichkasini tayyorlayapmiz. Mana buni qarang. Mana bu chechen pason Farg'ona Rishton Oqyerga tayyor bo'lyapti. Yana bo'lmasa, o'zimizga ekan akalar, xudo xolasa o'zi. Narichkasi tashqarida hozir ko'rsatib o'tdik. Xudo xolasa. Cho'rnovoy holati bitdi. Endi kraskani boshlaymiz. Mana bu pechat shtampovka. Mana bu o'zimizda Andijonga tayyor bo'layotgan darvozalarimiz. Gap yo'q lekin. Mana bu joyda pechat shtampovkani 1 qavatli variantni biz 2 qavat qilib beryapmiz. Mana bu joyda ikkita bir xil razmer. Buni? Ha. Ikki ham bir xil. Ikkala razmer bir xil. Buni kaletkalari ham bor. Bu dvoynoy bo'ladi bu. 1/3lik listdan pechat shtampovka birinchi qavatini bosdik. Xudo xolasa shumkasini qilib, ikkinchi qavatini bosib beramiz. Materiallarda misol 600 mingdan 700 minggacha deymiz. 1 milliondan 1,5 milliongacha deymiz. Materiallarda farqi bor, qalin parashda, bir xil ko'rinishda. To'g'ri. Telefon qilishsa, xudo xolasa raznisasini aytib, chiroyli qilib beraveramiz. Bitta ikkita bor ekan aka, tagida ham bor ekan darvoza. Yo, shunikimi u? Bu ramkasi. Ha, ramkasi. Xudo xolasa eng asosiysi bizda o'sha aytilgan muddatda, assalomu alaykum, aytilgan stenani qo'yib, xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Sexni bir nazorat qilib ketaylik deyapmiz. Toshkentga tayyor bo'layotgan darvoza Samarqand pasonda qanotlari. Nech qavatli bu aka? Bu 3 qavat bo'lgan bu. 3 qavatli. Yo'qligimda rosa 3 qavat bosyapsiz aka-na. 3 qavat, orqalari ham ashib bo'lib, xudo xolasa o'ta chiroyli bo'layotgan darvozalarimiz. Orqada nima ham bor aka? Orqada reflonka darvoza. Bu Toshkentga bu darvoza. Toshkentga. Mana o'zi shumkalari ko'rinib turibdi akalar mana. Ko'ringlar mana. 3 qavat bo'lgan. Mana. 3 qavat. Orqasi ham shu, oldi ham shu bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Endi bu yoqda o'sha tayyorlardan ham ko'rsatib qo'yaylik. Endi bu yerda mana bu nalichkalar bunaqa bo'lib strechli bo'lib ketadi akalar. Chiroyli qilib chizilmay, chang bo'lmay, chiroyli yetib boradi, xudo. Kalchalar so'raganlarga mana bor ekan. Kalchalarimiz bor. Keling bo'lmasa mana shundan boshlab juda yaltillayapti mana shu darvoza. Reflonka darvozamiz. Reflonka darvoza odatda 1/3 listdan qilinardi. 1/3 bas bu, Yo'q, 1/3 emas bu. 1/5 dan qildik. 1/5 ekan.
Endi 1.3 ni ham misol 700 ming, 750 ming sotishyapti. Aha. Lekin biz 850 mingdan chiqardik. 1.5 o'sha Pilisovga qora rossiyskiy listdan. Aha. Taglari shivillar, yo'llari 8 ga 8 burs qo'yganmiz. Xudo xolasa bu darvoza, mana bu darvoza ikkalasi bir xil fason. Ha, narxi ham bir xil aka. Narxi ham bir xil. Xohlasa bitta narxda ikkalasini qaysi biridan deyishsa chiqarib beraveramiz. Ana. Mana variant yoqib tepasini mana bunday lazer qilib bering deyishsa, Aha. lazer qilib beramiz. Deyishsa bekitib beraveramiz. Bunisida ochiq ekan, bunisida yopiq ekan. Bunisida bu yog'i yopiq, bu yog'i ochiq mana. Qaysi biri ma'qul kelsa o'shanga qarab. Endi bu darvoza pechat shtampovka bilan listlikni o'rtasidagi darvoza. Nech pullik bu aka? 850 ming so'mdan chiqadi bu riflonga darvozalarimiz. Xohlasa o'rtasini mana bunday qilib shaxmat qilib beramiz. Aha. Buni отдельно qilmakka tilla rang qilib aka. Ha, xohlasa ajratib beraveramiz. Har xil bersa ko'rinadi shunda. Nerjvenkalarni qo'yganmiz, ruchkalari ham ochilib yopilishiga oson bo'lish uchun. Aha. Deb o'ynasa tushib ketishda, soch tarab aka. Turib ketishda soch tarab mana o'ynak. Nerjvenkalari ham xudo xolasa o'ynagan ekan aka. Ko'chmaydi xudo xolasa. Aka, mana shu narsani mana hozir bu qanaqa poson? Reflonka. Reflonka posonga ham yoniga nima qilib turib, haligi boyovoy qilib, adlanishga qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Murojaat qilsa biz shu adlanishga qilingan variantlarni ham tashlab beraveramiz ularga. Hozir aytgandek bo'ldingiz, cho'tirlisi ham bo'ladi buni dedingiz. U nech puldan qilib berasiz uni? Buni 1.3lik lisi bo'ladi, cho'tirlisi o'sha birinchi 1.3 dan chiqqan. Ular 700 ming so'mdan chiqadi. 700 ming so'mdan ham qilib beraman deyapti. 700 ming so'mdan chiqadi. U 1.3 bo'ladi. Bu 1.5 akalar. Biri 5 stenada bo'lgan. Xudo xolasa kraskalariga 5 yilga garantiya beramiz. 5 yilga garantiya. Kraskadan oldin hamyurtlarimiz misol musofir yurtdan telefon qilishadi. Yasalish jarayonlarini, shumka qilinayotganlarini, gruntovka sapilayotganini jarayonni tashlab berib turaveramiz. Ko'ngil holat bo'lmaydi. Video davomida aka. Video davomida. Pechat shtampovkani xudo xolasa yangilik qilib, original variantini chiqarib qo'yganmiz. Xudo xolasa ruchkalari mana nerjvenkali, oddiy turba yo profildan qilmaganmiz. Aka, to'g'rimi? Buni yaxshi tomoni ham darvozani sifatini ochadi, ko'rinishini, ham zanglamaydi. Zanglamaydi bu. Zanglamaydi. Nerjvenkalari ham yangi chiqqan nerjvenkadan oldin faqat qora, oq, gold svet chiqar, sariq. Ushtalik. Endi mana bunday ranglari chiqdi, xudo xolasa odamni juda o'ziga jalb qilib turadigan rang. Bu nech pullik variant aka bu? Bu pechat shtampovkamiz 650 ming so'mdan 1 kvadrat metri 700 ming so'mgacha chiqaveradi. 650 mingdan 700 minggacha. Mana shu variantini xudo xolasa 700 mingdan qilib beramiz. Mana shu holat, ha? Listlarimiz shu 1.3 eng qalin lista bo'lgan. Pechat shtampovkaning eng qalin listi 1.3 bo'ladi. Profillari ham 1.3 stena bo'lgan, taglari shivillar, yo'llari 8 ga 6, 1.5 stenada bo'lgan. Hozir 3 metrga 347 ekan, ha? Balandligi 3 metr, enligi 347. 3 metr ham baland bo'ladi ekan. Qarang, men 3,5 edi, men kestirib tashladim. Ko'rdingiz, 3 metr qildirib. Shu yetadi o'sha. Endi bu taraq fasonmi bu? Taraq fason eng trendda bo'layotgan. 4 yildan beri o'zining hurmatini yo'qotmayotgan darvozamiz taraq fason. Xudo xolasa skromniy, ortiqcha bachkanasi yo'q darvoza. 2022 dan beri eng ko'p sotilayotgan darvoza mana shu bo'ladi. Taraq, ha? Taraq fason. Mana ko'ring. 2 qavat bo'ladi bu. 1 qavatli qilsa ham bo'ladi. Buni 1 qavatli qilsa ham bo'ladi. 1 qavat qilsa ham bo'ladi, 2 qavat qilsa ham bo'ladi. Bu taraq fasonda eng full qalinda bo'lib original varianti 1.3 ming so'mdan chiqadi 1 kvadrat metri. Eng originali. 1 qavatli bo'ladigan bo'lsa 1.100 ming so'mdan chiqadi. 1.100 mingdan. Undan 2 qavat qilgan yaxshi ekan, 100 ming farq qiladi, 200 ming. Oralariga nerjvenkalarni qo'yib berganmiz. Har bir oraga mana ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Xudo xolasa ruchkalari ham mana bagatiya qilib qo'yganmiz. Profil ekan. Shular ham ushutdin, to'g'rimi mana shu? Atrofidagilar ham. Hop, stoykalari 10 ga 10 burs bo'ladi, taglari shivillar bo'ladi. Listlarimizda birinchi qavati ham, ikkinchi qavati ham 1.8 Pilisovga qora rossiyskiy listdan bo'ladi. Xudo xolasa gruntovkalarni sapib, avtomobilni devo kraskadan sap beramiz. Hop, laklarimizga keladigan bo'lsa, xohlasa glansviy, xohlasa matviyda qilib chiqarib beraveramiz. Necha yil garantiya aka? Garantiyasi qancha beramiz buni? Hop, bizdan chiqqan darvozalarga, kraskalariga o'ziga 5 yil garantiya beramiz. 5 yil ichida kraskadan muammo bo'ladigan bo'lsa, hop, qaysi viloyatga o'rnatgan bo'lsa ham filiallar bor, chiroyli qilib o'rnatib, darvozasini shu
ko'chgan joylar remont qilib Ha, beriladi. remont qilib beriladi, polni. Bo'ldi. Buchi bu mana bu. Endi bu kalitga, hali ko'pchilikda orqa eshigi bo'ladi, Ha. boshqa shunga Qo'shimcha eshiklar.